Siz Salimamisiz? Assalomu alaykum. Men Muhammad Aminning onasiman. Voy, yaxshimisiz? Tinch qo'yasizmi o'g'limmi yo'qmi? O'g'limni boshini aylantirib yurishga uyalmaysizmi? Sizga boshqa odam yo'qmi yurishga? Siz ajrashgan ayol bo'lsangiz, o'g'lim hali uylanmagan bo'lsa, shuncha qizlarni ko'rsatyapman, faqat sizni deb turibdi. Men o'g'lingizga rosa tushuntirdim. Tushuntirishga harakat qilyapman, lekin tushunmayaptilar. Bu narsa xatoligini aytgandim. Qabul qilmadilar. Siz nimadir qilgansizki, o'g'lim sizni atrofingizdan keta olmayapti. Issiq-sovuq qilib olmaganmisiz ish qilib? Voy, yo'q-e, nima deganingiz bu? Men unaqa birovga yomonlik qiladigan inson emasman. Noto'g'ri o'ylab qopsizmi haqimda? Men Allohdan qo'rqaman. Menga qarang. Allohdan qo'rqsangiz, qizim, bunaqa ish qilmaydi. Tengi bilan, tushundingizmi? Bundoq qarasa, ayol kishi o'zi imkoniyat bermasa-chi, hech qachon erkak kishi yopishmaydi. Siz o'zingiz unga sharoit yaratib beryapsiz. Shuni bilmayapsizmi? Xo'p, men yana tushuntiraman. Menga qarang, mana to'g'ri tushuning. Siz ajrashgan ayolsiz. Men o'g'lim uylanmagan. Siz o'zingizga mosini toping. Men ham o'g'limni o'zim xohlagan qizga uylantiraman, o'ziga mosiga. Tushundingizmi?